Mana hozir men ukamni urib savalab tashlagan ekan, ko'chadagi blogerlar, ko'chalar bor ekan-ku, yangi ko'chalar chiqib qopti-yu. Mana ukamni hozirgi holati, o'zi holatni bilmasdan hamma xohlagan gapini gapirib tashlayapti. Mana shu bolani mana basharalari momatalo qilib burnini ham sindirgan. Hamma yog'ini mana urib tepib dabdalasini chiqarib tashlashgan. Buni aybi nima? Viloyatdan bo'lganligimi? Xohlagan gapini gapiryapti. Men iminni videoyimga qo'yib qo'ydim, shu ukam uchun. Bitta kirib ko'ringlar. Vaholanki taksining ichida o'zi videoda nima bo'lganini ko'rasizlar, o'zingizlar keyin xulosa chiqarasizlar. Iminni komment yozayotganlar, u o'sha videosini o'chirib tashlab bo'pti. Bu videosini biz sketchat qo'yganmiz, hozir u bo'yicha ham addenga gaplashamiz. Iminni Xonoboddagi vrachlar ham hozir umuman ekstrem hech narsa qilmagan, hattoki ekiga ham olmagan. Men o'zim vrachman.